Nega ayrim bolalar boshqacha rivojlanadi? Sababi Down sindromi. Down sindromi genetik xromosoma kasalligi hisoblanadi. Odatda odamda 23 juft 46 ta xromosoma bo'ladi. Down sindromida esa 21 juft xromosoma 3 ta trizomiya bo'ladi. Jami 47 ta xromosoma bo'ladi. Bunday bolalarda tashqi ko'rinish, aqliy va jismoniy rivojlanish jihatlarida o'ziga xos farqlar bo'ladi. Xotira, nutq, intellektual rivojlanish va o'rganish qobiliyati sekinroq bo'ladi. Bo'yi past, bo'yin qisqa, mushaklari yumshoq bo'ladi. Yassi yuz tuzilishi, yumaloq yuz, kichik og'iz, og'izning ochiqligi, tilning tashqariga chiqib turishi, ikkala ko'z oralig'ida keng va tekis burun ko'prigi, kafta bitta chuqur chiziq, oyoqda bosh barmoq bilan ikkinchi barmoq oralig'ida keng masofa kuzatiladi. Hozircha mutlaq davo yo'q. Chunki Down bolaning har bir hujayrasida ortiqcha xromosoma mavjud bo'lganligi uchun bu holatni dori va operatsiya bilan olib tashlab bo'lmaydi. Lekin to'g'ri reabilitatsiya, fizioterapiya, vitaminoterapiya va miyani rivojlantiruvchi davo muolajalari ijobiy natijalar bermoqda. Down sindromli bolalar boshqacha. Ammo ular ham biz kabi sevgi, mehr-muhabbat va qo'llab-quvvatlashga muhtoj.